mebellarni qotirishda ishlatiladigan asosiy elementlar, ya'ni samarezlar. Birinchi samarez o'zimiz oddiy samarezlar, qora samarezlar. Keyingisi juda ommaviy bo'lgan Eurovint, Eurosvello va Eurobit yordamida qotiriladi. Keyingi elementimiz ekstsentrik va shkantlar. Ularni qotirish uchun 8 lis, 12 lis vello va maxsus konstruktordan foydalaniladi. Ekssentriklar juda mustahkam qotiydi va video so'ngida ekssentrikni qotirib ko'rsatib beraman.